Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlarga kichkina video qilishga qaror qildim. Bu argonni o'rganaman deb yurgan yigitlar uchun birinchi qadam. Simni qanday qilib berishni o'rgataman. Qo'limda hozir 2,4lik sim, argon o'zining simi. Bu metall uchun uzunligi 50 sm. Stolning ustiga ahamiyat bermaysizlar. Ishxona stoli choy ichish uchun. Ko'rib turibsiz, simni qanday ushlab turibman. Mana ko'rib turganingizdek, ko'rsatkich barmoq bilan ushlab, siqib, mana bosh barmoq bilan ham siqib, keyin bosh barmoq oldinga, bu sim nima ko'rsatkich barmoq bilan ushlanadi. Mana bu ko'rsatkich barmoq orqaga keladi. Bosh barmoq oldiga itiladi, keyin ko'rsatkich barmog'ini oldiga qarab shu rusumda tirnobka qilinadi. Ko'rib tursiz. Sim bosh barmoqni bunday qilib ochib, bunday qilib orqaga yurgizmayapman, ko'rib turganingizdek. Silanadi. Silab turib orqaga, oldinga, orqaga, oldinga, orqaga, oldinga. Shunday 2-3 kun tirnobka qilsangiz, tez orada o'rganasiz buni. Ko'rib tursiz. Mana shunday oldinga. Siz e'tibor qiling, simni uchini qimirlatmaslikka harakat qiling. Qachon argon qilayotgan paytda ignaga tegib qoladi, keyin bu sizlarga ozgina qiyinchilik tug'diradi. Shuning uchun qimirlatmaslikka harakat qiling. Xuddi shunday qilib sim berishni o'rganasiz, Xudo xohlasa. Mana shunday. Mana shu rusumda o'rganiladi bu sim berish. Bu birdaniga bo'lmaydi. 1-2 kun tirnobka qilsangiz, o'z-o'zidan asta o'xshashni boshlaydi. Bu videoga like bosing, argonni o'rganaman, svarka o'rganaman degan yigitlarga yetib boradi. Kanalimizga obuna bo'ling. Bilmagan, tushunmagan narsalaringiz bo'lsa, kommentariyada yozing. Men sizlarga javob berishga, tushuntirishga harakat qilaman. Xayr, salomat bo'ling. Keyingi videolarni kutib qoling.